Allah Rabbimiz bizga Qur'onda murojaat etadi ham aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Biligiz, bu dunyo ul bir-birigiz orasida maqtanishuv, darajalaringiz bilan maqtanishuv, mollaringizning ko'pligi, balalaringizning ko'pligida yorishuv ham bir nindi foydasiz bo'sh o'yin ham kulkudir. Ham Alloh Rabbimiz misol keltiradi: "Kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama." Aning dunyoning misoli ko'kdan ingan yomg'ir kibik. Ul yomg'ir sababli o'sintilar shotib shiga, yashil bo'lib shiga, hamani o'tirtuvchilar aning motorligi bilan huzurlanalar. So'ngan shusha o'simliklar sarg'ayalar, ko'pmedir vaqt o'tgach, ular bir foydasiz tuzonga aylanalar. Ham dunyoda naq shunday misolda deydi Alloh taolo: "Va fil oxirati azabun shadidun va mag'firatun minallohi va ridwan." Oxiratda Alloh taolaning əmrlərini o'tamagan kishilarga, ham bu dunyoni oxiratga qaraganda ustun qo'ygan kishilarga qattiq g'azablar azirlangan. Va mag'firatun minallohi va ridwan. Endi oxiratni ustun qo'ygan, dunyoning darajasini oz ko'rgan kishilarga Alloh taolaning g'afu etuvi ham Alloh taolaning rizoligi azirlangan. Ham va mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bu dunyo ul baratik oxiratni dunyoga qaraganda kichkina aytib ko'rgan kishilarga bir fitna aytib berilgan aybirgina deb Alloh taolo anlatib berar shuning aslini. Ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamda dunyo turida aytib ketadi: "Ad-dunya sijnul mu'mini va jannatul kafir." Durustlikda dunyo ul mu'minning, musulmon kishining ul turmasi, kafir kishining ul jannatidir deb. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahabalarinda shu ruhda tarbiyaladi. Ham endi g'olimlarimiz aytalar, ularga dunyo butunki jayilib yotqachda, ularni bir nishikda fitnalandirmay edi deb. Ham bir misol keltirib ketasi kela Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu turunda. U xalifa bo'lgan vaqtda anga xabar etalar: "Ey mu'minlarning amiri, davlat qaznalari oltin ham kumushlar bilan to'ldi" deb. Ham Ali radhiyallohu anhu takbir ayta, Allohu akbar deb ayta. Ham qaznadagi bir aybirni qoldirmisha muhtojlarga taratib bitira, ham o'zi shushini yig'ishtirib, shunda 2 rakat namoz o'qiy. Aning takbir aytuvida Alloh taolo buyukroq ekanligi, dunyoning bir nindida darajasi yo'q ekanligini ko'rsatadi. Ham endi shularni ishlagach ayta: "Ey dunyo, boshqa kishini qiziqtir endi sen" deb. Ikkinchi bir rivoyatda Muaviya radhiyallohu anhu ga Ali radhiyallohu anhuni Dirar as-Suday degan kishi tasvirli. Ham ul ayta: "Ul dunyodan aning zinatlaridan chetlashaydi." Ya'ni Ali radhiyallohu anhu. Ul dunyodan ham aning zinatlaridan chetlasha edi. Ham tunning qorong'iligini suya edi. Mening xonanda ko'z oldimda aning tunning qorong'iligida sikirib turib, "Ey Rabbim" deb yili-yili duo qilganlari. Ondan so'ng ul dunyoga murojaat eta edi: "Ey dunyo, sen mening qarshima chiqasan. Sen meni jalb etirga tilaysan. Lekin men senga qati niqli taloq berdim. Ul taloqdan so'ng bizning qo'shiluvimiz mumkin tugul. Sening darajang bik oz, sening umring bik qisqa. Barasi yo'llarimiz bik uzun, xastarlarimiz esa oz" deb murojaat etaydi dedi. Ya'ni barasi yo'llarimiz uzun degan so'z ul oxirat kuni, xastarlarimiz oz degan so'z ul ajr savoblar oz deydi. Ham shu minutlarda Muaviya radhiyallohu anhu ham aning qirinda o'tirgan kishilarning butun suningda ko'zlaridan yoshlar og'a edi. Ham Muaviya radhiyallohu anhu aytdi: "Ayy Abul Hasan naq shunday edi" dedi. Ham Dirarga ul murojaat etdi: "Ey Dirar, sening ani yo'g'altu sog'ishi ne darajada" dedi. Dirar ayta: "Aning ko'z oldinda birdan bir ulun o'tirgan onasining sog'ishi kibik" dedi. Ul xotinning sog'ishi kimimi, ul xotinning qayg'isi bosilmaydi.